Eksportyorlar va importyorlar, ayniqsa muddati o'tgan debitor qarzdorligi uchun jarima to'lagan eksportyor va importyorlar juda yaxshi biladi. Eksport va import kontraktlari bo'yicha muddati o'tgan debitor qarzdorlik vujudga kelganligi uchun davlat tomonidan mana shu muddati o'tgan debitor qarzdorlikni 5% dan 50% gacha bo'lgan miqdorda jarima qo'llanishi mumkin. Ya'ni avval muddatdan kelib chiqqan holda avval 5%, keyin 15%, keyin esa 35%, jami 50% miqdorida jarima qo'llanishi mumkin. Deylik bir importyor xorijdan biron bir mahsulotni import qilish uchun import kontraktiga asosan $100,000 miqdorida valyutani chetga chiqardi, lekin o'sha import kontraktida belgilangan muddatda tovar yetkazib berilmadi. Pul o'tkazilgandan keyin 225 kun, agar kichik tadbirkorlik subyekti bo'ladigan bo'lsa 270 kun muddat o'tgandan keyin soliq idorasi tomonidan jarima qo'llash boshlanadi. Ya'ni birinchi o'sha $100,000 5%, ya'ni $5,000, keyin 15%, $15,000, keyin esa 35%, ya'ni $35,000, jami 50%, ya'ni $50,000 miqdorida jarima qo'llanishi mumkin. Endi mana shu jarimani ozroq bo'lsa-da yengillashtirish uchun Senat tomonidan mana shu yilni 20-fevral kuni qonun ma'qullandi. Qonun bilan o'sib boruvchi, ya'ni 5%, 15%, 35%, jami 50% jarimani 20%lik bir martalik jarimaga o'zgartirish to'g'risidagi qonun ma'qullandi. Qonun Senat tomonidan ma'qullangandan keyin 10 kun muddat ichida prezidentga taqdim qilinishi, prezident esa 60 kun muddat ichida ko'rib chiqib, imzolab e'lon qilinishi kerak. Agar qonunni Senat tomonidan 20-fevralda ma'qullanganini hisobga oladigan bo'lsak, qonun 3-maygacha e'lon qilinishi kerak edi. Lekin afsuski bugungi kunga qadar qonunni ko'rmadik. Balki biror bir obyektiv sababga ko'ra qonunni e'lon qilinishi ozroq kechikayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun hurmatli eksportyor va importyorlar, ayniqsa eksport va import kontraktlari bo'yicha muddati o'tgan debitor qarzdorligi bor, jarima qo'llanilgan yoki jarima qo'llanilish arafasida turgan tadbirkorlar shu kunlarda, shu yaqin kunlarda qonunni qabul qilinishini kutamiz.